Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugungi leksiyarimda shu matematikada ko'p qo'llanilgan bir turaqli son, ya'ni oltin nisbat degan sonni tanishtirman. Andin oltin rectangle deydi, oltin to'rtbuloq. Andin yana birisi oltin spiral. Endi bu yerda inglizchada bu oltin spiral deganni golden spiral deb ben şüphet aldım çünkü Uygurca tercümesini tapamadım. Lügatla qarab baksam bunun yok ki. Endi bu hukm bu golden ratio degan zodi nima deganda men sizlarga esimizni saqlashda eng oddiy usul deb beray dedim. Ya'ni biz hammamizda hozir credit kartı bor ku. Credit kartı olamdı yoki mavu kitapxonlarning kartları olamdı. Umuman mutlaq köp kısımdaki credit kartlar golden ratio, yani altın nispet boyunca layındı. Ya da esinler tutsun ki ma credit kartının ki ma uzun tarafını ma kısık tarafını bölüdüğün bolsak o vaxtda bir san kelip çıkılı. O sanның miqdarı 1,618. Yani 1,618. Tahminen muşunun tang olgan. Bu matematikada altın nisbat deb atıldı. Onda altın nisbat deb atılışının sebebi bu golden ratio degan san şu tabiiy dünyada. Mesela coğrafya, biyologiya deymiz, andın her xil fiziklik şekillerde, geometrik şekillerde, andın şu hatta adamninki beden kuruluşida kainatninki ayrılış şekli, tayfunlarning ayrılış şekli, muşlarning hemmisi golden spiral deb atıldı. Bular golden spiral degan. Yani şu golden ratio'dan kelib chiqqan. Yani golden nisbatdan kelib chiqqan. Endi mavu sizg'ushdan foydalanib men sizlarga shu oltin nisbatninki eng dastlabki, ya'ni miladdan burun 570 yillarda ulug' Grek matematik olimi Euklidning bergan aniqlamasini ko'rsatdi. Uni faqat sizg'ush ketadi qaranglar. Nim debdi deganda bir xohlagan bir tuzsizlikqa nisbatan agar mushundaq bir nuqta, yani bunu C deb alaylik, C mevcut bulup eğer şu mana AB deylik qaranglar, AB'siz. Eğer AB'nin uzunluğu, yani şu bütün sizlik uzunluğu bilen uzun tarafınınki uzunluğunun bölünmesi uzun taraf, yani AC'nin kısık tarafga bu nispetiga tang bo'lgan bo'lsa, mushu nisbatni, yani men nisbat bu nisbat qarta degan. Mushu nisbatni oltin nisbat deyildi deb yozibdi Euklidning aniqlamasi. Bu yerda buni bayqayli, bu yerda son degan narsa mavjud emas. Faqatla nisbat orqali ifodalangan. Chunki o'z vaqtida shu Euklid davrlarida sonlarni bo'lib irratsional sonlarni itiraf qilmaydigan mezgillar. Shuning uchun aşağıda faqatla shu sizliqlar orqali mushtaq nisbatni bildirgan. Endi men sizlarga oltin nisbatni keltirib chiqish uchun ishlatiladigan oltin rectangle'ni tanıştırma. Sanni ko'ringlar, bu sanning oxiri men to'shqalarni sevatdim. Bu demak bu degani irratsional son. Irratsional son to'g'risida tushunchani men o'tganda berdim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz yana qaytadan qarab beringlar. Bu irrasyonel son deganimiz ikki butun sonning bölünmesi şekilde yazgılı bo'lmaydigan sonlarni ifodalaydi. Bu yerda bu son degan irrasyonel son bo'lgandan keyin buning mavu to'shqining orqadagi sonlar, raqamlar degan cheksiz ketadi. Albatta uni o'lchab sizish mumkin emas-da. Qanday bo'lgan keyin geometrik usullar shuni keltirib chiqargani bo'ldi. Shuning uchun malani o'chirib endi ustal kelaylik. Hem de ben sizlerge golden rectangle, yani altın dikdörtbuloqni
şekillendirişinki usulünü, geometrik şekilden. Bir yerde fakatla biz bu kompas bilen tüs sızgıçlık etidi. Çünkü öz vaxtıda bunundan başka asbaplar yoktu. Şunu bilip koyaydı. Qanday qilamiz deganda, mana mayada bir berilgan bu kvadratga nisbatan aytganchaqda. Bunun kvadratninki yan tarafini biz bir deb alaylik. Shu vaqtda mayam 1 bo'ldi, mayam 1 bo'ldi, mayamiz 1 bo'ldi. Bu kvadrat. Endi başta biz astidagi bazisninki o'ttir nuqtasini topamiz. O'ttir nuqtasini topamiz. Buningga kompas ketadi. Mana bir nuqta qilib yerim çemberden birini sizimiz. Ameliyatda o kesiş nuqtası gerek bana. Şu vaqtda bir yerden endin men mana ikki kesiş nuqtasini tutashtirsam, bir yerde bu yan tarafdagi ko'zni yerimga bo'ladi. Buni bilamiz. Buni boshlang'ich maktabda matematika darsida o'tishdi. Ya'ni nuqta bilan nuqtani ulaydigan bo'lsak, mayadagi bulun tik bulun bo'ladi. Graduslik bulun bo'ldi. Xo'sh, buni bilamiz. Endi mana bu bazasının o'ttir nuqtasidan bu 4 bulunninki yana bir nuqtasiga biz bir siziq tutashtiramiz. Anlama, nuqta bilan nuqtadan. Endi qanday qilamiz deganda, kompas qaytib kelaylik. Kompas qaytib kelib, kompasninki mana bu bazisninki o'ttirdagi nuqtadan boshlab, endi meyaga uzunligini mana radius qilib, ma uzunlik demina. Ma uzunlikni radius qilib biz bir yerim çember sizimiz. Endi meyani qaraylar. Bu mu o'ttirliqtirg'u? Endi meshadan boshlab, ma'ningdan boshlab mana mayani bir nuqtasi qilib, mana uzunlikni radius qilib, endi meyadan yana bir yay deymiz-ku mani. Yayni sizimiz. Endi bu radiusi, bunun radiusi mana radiusi del araliq bilan teng bo'ldi. Shu vaqtida endi bu bazis tarafni uzatib meyaga keltiramiz. Üstüdeki siziqni kengaytib, uzatib, ya'ni kengaytib mana meyaga kelamiz. Meyada 2 nuqta chiqdi. Endi en oxirgi bosqichda ikki nuqtadan foydalanib, bu yerdan buni tutashtirib o'tamiz. Shu vaqtida bu shakllangan rectangle, ya'ni shakllangan tikto't bulun shu oltin rectangle deb atildi. Ko'rdinglarmi? Bu nayt oddiy bir usul. Bu yerda men abay deb o'tgandek, bu yerda bu golden ratio degan irrasional son o'g'ashqa uni o'lchash orqali, sonlar orqali, lekin bu sizg'ish bilan kompas aqllanishda oddiy usul bilan cheklanadi. Endi muhim bir tushuncha keldik. Ya'ni shu golden rectangle'dan foydalanib, qanday qilib golden ratio'ni keltirib chiqqan. Buningga bir oddiy matematik tushunchalar ketadi. Hammanglar tushunsizlar deb qarayman. Endi menga qarab boqaylik. Mendagi tik bulunliq 3 bulunni bayqaylik. Shu sizish jarayonida buni amaliyotda qanday bo'ldi deganda, bu bir tik bulun oldu. 90 graduslik tik bulun oldu. Şu vaqtida 3 bulun tik bulunluq 3 bulun bulup, bununla Pifagor
termisi bir yerge mas keldi. Şu vaqtda endi qarab bakayla. Ma uzunluq mana. Meyedik uzunluq yerim. Yani 2'den 1'e tang oldu. Bunu bilimiz. Çünkü ma uzunluq 1, bu yerimi degan 2'den 1 oldu. Ama ma uzunluqni bilimiz bu degan 1 dedik. Biz şu ma kvadratni şekillendiğinde yan tarafının uzunluğu 1 dedik. Bu 1 oldu. Endi meyeni eğer biz c deydigan bolsak, c nimaga tang oldu deganda c'nin kvadratı, Pifagor terimiz. C'nin kvadratı ma yanning kvadratı bilan ma yanning kvadratının yig'indisiga tang oldu. Bu yanning uzunluğu 2'den 1 ekan, şu vaqtda buning kvadratiga tang oldu. Bu plus ma bu 1 go, 1'ning kvadratı deyli mana 1'ning kvadratı mana tang oldu. Xo'sh, buningdan endi bu nimaga tang oldu deganda azroq bir kengaytib o'tgan bo'lsak, bu mana 2'den 1'ning kvadratı degan 4'ten 1 oldu. 1'ni 4'ten 4 deb yoza olamiz. Buni hammamiz bilamiz. Buningdan bu nimaga tang oldu deganda buningga tang oldu. Xo'sh, c'ning kvadratı buningga tang oldu-ku. Endi c nimaga tang oldu? C o vaqtida ma'ning kvadrat yiltisiga tang oldu. Ama shuningdan nima kelib chiqadi deganda 2'dan buningga tang oldu. Buningga tang oldu. Xo'sh, endi mushuningdan endi meye kelayli, ma tushunchak bayqayli. Endi mening bilmoqchi bo'lganim ma uzunluq qancha. Ya'ni mani A deb oldigan bo'lsak, mani B deb oldigan bo'lsak, AB'ning uzunluğu abay deb bitdik-ku. Ma o 2'den 1 ma uzunluq. Ma araliq 2'den 1. Şuna ama 20. Ma araliq mana. Bu araliq del nima deganda del mushu C'ning uzunluğu bo'ldi. Chunki abay ma o kompasdan foydalanganda ma araliqni radiusga tang dedik. Şu vaqtida mana megil yazay. A B'ninki uzunluğu 2'den 1 plus masan mana. 5'ning kvadrat yıldızı bunun tang oldu. Bu nimaga tang oldu deganda qaranglar 2'den 1 plus mana tang oldu. Bunu ma AB. Xo'sh, bu AB'ning bunun uzunluğunu tapdık. Endi eğer biz ma bu golden ratio yani altın nispetini fi deb oldigan bo'lsak, buni fi deb atashning bir tarixiy sabablari bor. U ataqliq Gretsiya arxitekt Filadosning ismining bosh harfi bo'yicha qo'yilgan. Fi nimaga tang bo'ldi deganda qaranglar, ma tushunchak bayqanglar. Fi altın rektangulning uzun tarafining qisqa tarafiga bo'lgan nisbatiga tang bo'ldi. Xo'sh, buni mi yozib qo'yaylik? Yozib qo'ygandan keyin uzun yang mana AB dedik. AB degan 1 plus buning tang bu 1ning ustida. Shu vaqtda bu albatta har qanday sonni 1ga bo'ldigan bo'lsa, yana o'ziga tang bo'ldi. Shuning uchun bu nimaga tang bo'ldi deganda bu fi degan son fi degan ma altın nisbat ma'niga tang bo'ldi. Buni agar ma o nimaga kalkulyatorga sepib chiqadigan bo'lsak, vaqtda 1 butun ma songa kelib chiqadi mana. Golden ratio degan son kelib chiqadi. Xo'sh. Endi ma o golden spiral degan, ya'ni altın spiral degan tushunchani sizlarga tanishtirmoqchiman. Hemşehrim payında. Yani bunu tanıştırışım bunun aldı bilen ma Fibonacci degan ma İtalyan matematikning ismini belki men bana anlamadыңlar, anladılar. Anlamagan bolsаңlar mening leksiyarimni anla. Fibonacci degan müştay ataqliq bir matematik bo'lganda, u Fibonacci
bir Fibonacci qatori, ya'ni Fibonacci sonlar degan bir sonlar qatorni topganda, u qanday bo'ldi deganda birdan boshlaymiz. Birdan boshlab yana birini yozamiz. Andan bu ikkisining yig'indisini 2 yozamiz. Andan ma 4-o'ringa 2 bilan 1ning yig'indisi yozamiz. Bu vaqtda bu 3 bo'ldi. Andan 5-o'ringa 2 bilan 3ning yig'indisi yozamiz. 5 bo'ldi. Andiki meyaga 8 ni yozamiz. Mushtaq qilib davomlashib kelib, mana oxirgi son nima bo'ldi deganda 13 bilan 21ning yig'indisi 34 bo'ldi. Shunday qilib meyaga kelganda 55 oldu. Andın 89 oldu. Andın 144 oldu. Muşu hesap boyunca. Yani her bir sanını yazgan çağda o sanını onun yukarı taraftaki iki sanının yığındısı şekilde yazdı. Bu sanım işte bunda yani o adamlar belki Karabağ'da bunun ne mi alaylılığı var deydi. Əməliyyatda muşunun naiti köp қолынышылары var. Bu doğru bu Fibonacci sanlar doğruluk mu? Bir saat leksiya sözlerleyme. Ben bir şey konuşturuyor. Yani bunun bir alaydılığı neme degen çağ. Birinin kvadratını aldık olsak bir oldu. Şuna mı? Meğer toxtanlama kızıldı siz aylı meğer. Belki çoğun sanlarını yizip ketmeyeyim. Mesela düşençini de ifade koyun. Birinin kvadratını mı oldu? 1 oldu. Birinin kvadratını mı oldu? 1 oldu. 2'nin kvadratını mı oldu? 4 oldu. 3'nin kvadratı 9 oldu. Ma'nın kvadratı 25 oldu. Ma'nın 64 oldu. Muştak kılıp kitiyi vurdu. Ma'nın yazıp koy 169. Muştak kılıp nımkılan çağda ma katasıga bir yerde ma Fibonacci katarınınki kvadratları belki yazıldı. Ama kvadratları isim var üstüne. Bir yerden şunu mu da öte Fibonacci katar diyen 1202. Ma İtalyan matematik Fibonacci oturup koygan. O doğruluk ben ötkendim bir leksiya sözleyen Fibonacci'nin tarih doğruluk keyin belki men ayrım toqçu mümkün. Lekin meye de ben düşendirmekçi bo'lgan Golden Spiral deydi. Bir yerde vaqt tejash uchun sizg'ichlarni ishlatmay bu yerdagi shakllarni kvadrat shaklda bilinglar. Mana birning kvadratı. Meyga yana birning kvadratini chizma. Endi meyga kelganda ma degan 1 qo'y 1 plus 1 2 oldu. Endi meyga 2ning kvadratini chizma. Endi mayak kelganda ma 1 meyga abay dedim qo'y 2 oldu-ku. Meyga kelganda 3ning kvadratini chizma. Xo'sh. Andın meye kelgan çağda ma abay dep öttüm ma degan meye 3. Şundan mı meye 3 oldu ma 1 3 şu vaqtda 5 oldu. Bu kelganda 5ning kvadratini sizimiz. Sizmen dep qo'y. Tamam? Andın meye bayqab baqayli. Meye abay men dep öttüm ma uzunluk degan 5. Şundan mı 5 ma 5ning kvadratı oldu. Meye kelganda-chu ma o 5 şu vaqtida biz dep öttük 5 6 8 oldu to'g'ri. Men 2 qo'y, men 2 qo'ygandan keyin ma şu vaqtida ma tarafiga 8ning kvadratini chizma. 8ning kvadratini bu yoqqa chizma. Şu vaqtida endi qarab baqayli. Endi men kelganda ma tushunchini aytmayman. Ma nuqtadan boshlab, mana ma nuqtadan boshlab bunu yana bir bo'yoq chizaydi. Ma nuqtani markaz qilib, ana meyga kompas bilan chambarakniki yoyini chizma. Meyga shuni o'xshash ma nuqta boshlab chizma. Endiki meyga kelganda 2 kelgancha ma nuqtani markaz qilib, yana chambarakni bunday chizamiz. Endiki ma'ga kelgan 3 kelgan chaqda ma nuqtani markaz qilib, yana bir yoyini chizamiz. Endi ma 5ning kvadrat kelganda ma nuqtani markaz qilib, endi buda chizamiz. Degan bir qo'lim yana xila aptikdak turdi. Yomon emas.
Aslında ama o kompasni ishlatgan bo'lsak texim aniq chiqqan bo'ladi. Endi eng oxirgi kelganda men aytgandan ma nuqtada markaz qilib, yana shu kompasdan payinib meyaga undan yana bir yayınsızız. Mao şekil golden spiral deb atıldı. Çünkü muşu spiral meyada men abay yazgan Fibonacci sanlar bilan münasebetlik. Demek meyada yani sizlerge bir qancha narsani deb o'taymaydi. Meyada kvadrat 2'nin kvadratı bu 4'ten oldu. Meyada kvadrat 3'nin kvadratı 9'dan oldu. Ma kvadrat 5'nin kvadratı oldu. 25'ten oldu. Meya 8'nin kvadratı 64'ten oldu. Abay men sizlerge qatan sizip bergen sanlar çıkıyor. Ma muşu mana golden spiral'ninki sizish usulü. Sizish usulü. Altın nisbatni matematikada mao Grekçe harf fi arqali ifodaydi. Fi teng bo'ladi 1 plus 1 dan fi. Bu sanның özü abay men dedim tahminen 1,618 muştaq bir irrasyonel san sana teng. Bu sandan bu fi sandan yani fi deb alaydı bir fi sandan ki nayte bir özgü xas bir xususiyeti var. O nima deganda fi arqali yani fi öz arqali ifodalanadi. Bu matematikadagi sanlarning ichida bundaq xususiyatli sanlar yo'q demayman ama nayte az bo'ldi. Endi bu fi'ni biz tanlimining ikki tarafiga fi'ni ko'paytirgan bo'lsak, u vaqtida mana nimaga teng bo'lganligini fi'ning kvadrati teng bo'ldi fi plus 1. Shunama buningdan nimani keltirib chiqaramiz deganda buningdan fi'ning kvadrati minus fi minus 1 0 ga teng bo'ldi degan kvadrat nimani keltirib chiqamiz. Bunu kvadrattan alırız. Çünkü meyada kvadrat tırma da bir yere. Ama bunu yaşkan çağda biz hemimiz bilimiz otur mektep yürüyen matematik boyunca bu nimeге taң oldu degende fi'ni işvatımızda fi'ni yaşkan çağda bu nimeге taң oldu degende minus 1 plus mana tanım ama kvadrat tanımını işlediğin biz umum bir formülü var. Bunu bizning atı babamız bilan münasebetlik. Öz vaqtida bu Al-Khwarazmi mush formülni keltirib chiqqan. Buningdan ham bu yerda nima qilganda tanımni solgan chaqda bu yerdagi b bo'ldi a'dan boshlaydi. A bu kvadrat termninki koeffitsient oldu. O 1 ga teng oldu. B deganimiz fi'ninki koeffitsient oldu. O vaqtda minus 1 ga teng oldu. C deganimiz minus 1 ga teng oldu. Şu vaqtda biz mush sonlarning hammasini menga kirgizgan bo'lsak, mana A, B, C'ning o'rnini qo'yadigan bo'lsak, buningdan biz nimani keltirib chiqaramiz deganda mana jarayonni bu yerda yozib jurmay 1 plus B'ning kvadrati B1 4AC degan plus 4 lekin buningga teng oldu. Bu kelib 1 plus demek fi ma'noga teng bo'ldi degan. Eng oxirida sizlarga bir daskaliklarni endi o'chiraytay. Sizlarga nihoyatda bir g'alati bir sonni ko'rsatib, ammo bu sonni yodlab olish nihoyatda oson. Fi teng bo'ldi 1 plus ma'noga teng bo'ldi dedik. Şu vaqtda fi'ni biz abay nim qilib fi nimaga teng bo'ldi deganda 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 1 1 plus mushtaq davomlash ketaveradigan bir g'alit son ma'noga teng bo'ldi.
Bu matematikada şu irrasyonel sanlarni ifodalashga bir nihoyatda yaxshi usul. Bu yerda bu to'g'riliqmishinchilik. Bugungi leksiyarimning oxirgi qismida şu altın nisbat, altın spiral, altın rektangullarning qo'llanishini tushuntirish uchun mana bu misollarni ko'rsatib o'tay. Birincisi hammamiz biladigan Mona Lisa. Yani şu Leonardo da Vinci'nin sızgan ataqlıq rəsmini bayqaydigan bolsaq, bunun da şu altın nisbat işletilgan bir yerdə. Çünkü şu mezgillerde, yani şu Avrupa'daki uyg'unish davrida, fen texnikini uyg'unish davrida, odamning bedenini yoki odamning chiroyini şu eğer altın nisbat bilan bo'ladigan bo'lsa, go'zallik deb tushunadi. Mana meyada yana bir ataqlıq rasm, buningdan şu altın nisbatlarni bu yerdan ko'rsatilgan bu yerda. Endi uningdan qalsa rassamchilikda şu altın nisbat degan nihoyatda keng doirada ko'rinadi. Meyada bir qancha manzir rasmlarni ko'rsizlar, bu yerda altın nisbatlar bu yerda ifodalanib turibdi. Andın qadimki ba'zi bir binolar. Mana birinchi bino Hindistondagi Taj Mahal binosi. Uningda shu shakllarni bayqaydigan bo'lsangiz, shunlarni bayqaysizlar. Sidneydagi teatr, dangliq teatr. Andın qalsa shu o'simliklarninki. Mana shimishkininki gulning shaklarini olibdi. Meyada har xil gullarninki shu pillerini sanaydigan bo'lsanglar, bu Fibonacci qatorlik sonlar chiqadi. Masalan, abay men deb o'tgandek 1, 3, 5, 8 qatorlik soni. Mana meyadagi texim ko'parak meyada jiqaroq shakllarni bu yerda ko'rsatdim. Buningdan o'zinglar bayqala olasizlar. Qarablar shu spiral shakllarni, golden spiral shaklda bo'yicha shakllanganligini ko'ra olasizlar. Misrdagi 2000 yildan burun silingan Giza piramidi. Buningda golden nisbat, altın nisbat ko'rinib turibdi. Anda Gretsiyaning Adindagi bir dangliq bir koni qurilish, bu Paratheon deydi deymi? Buni ash abay men deb o'tgan Filados degan arkitekt loyihalagan. Shuningdan keyin buning nomi chiqib ketgan. Odamninki quloq shakli, golden spiral. Altın nisbatlarni ko'rinib turdi şeyde. Mana bir güzel chiroyli qizninki yuz shakli, buningda altın nisbatlar aniq ko'rinib turdi. Mayada Amerikaninki sobiq prezident Donald Trumpning chash shakli, beshining shaklarini shu golden spiralga silib ko'rsatibdi. Bizning qo'limizdagi olma kompyuter, olma aql fonlar bor-ku, shuning ustiga olmaninki shakli shu altın nisbat bilan munosabatli. Shu bo'yicha loyihalangan. Endi basharni qaraydigan bo'lsak, meyada azroq bir tushuntirib o'tay. Shu A siziq, B siziq, C, D'larni silishtiradigan bo'lsak, bular mesela A bilan B'ning nisbati, B bilan C'ning nisbatiga teng bo'ldi. Shundaqla C bilan D'ning nisbatiga teng bo'ldi. Bu yerda ko'rinib, bu geometrik shakllarda ko'p qo'llanildi. Pentagon deymiz, hem de 5 bulunluq şekil.
Uninki mi şu sızıqlarını bayqaydigan bolsak, bu yerden nurgun nisbatlar oltin nisbatlar bu yerda. Odamninki mingisi bu yaqinda mush 2003-yilda deyman, shu vaqtida buni bir olim bayqabdi. Mishadik odamning shu mingisininki shu tuzilishi mu oltin nisbat bilan munosabat ekan. Mamu bir ataqlıq bir rasm. Buningda odamning badindagi oltin nisbatlar bu yerda ko'rsatilgan. Buni Google'larda izlab topsanglar aniq ko'rib olasizlar. Jiq nisbatlar. Bu ajoyib sizilgan bir rasm. Tayfun, yani cho'ng quyunninki shakli oltin spiral. Koinotdagi yulduzlarning aylanishi oltin spiral.